Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, hurmatli podpisчиклар, bizning Avtosiyal Xorazm kanalini YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatayotgan aziz do'stlar. Bugun sizlarga qisqacha obzor qilib beradigan mashinamiz Onyx avtomat korobka mashina. Oq ranglisidan geldi. O'tgan safar yodlaringizda bo'lsa, Premier Plus 2025-yil Onyx'imizning reklamasini qo'yib berdik. 2025da 20 ming yurgan. Xudo xolasa, vam sotuvda bemalol kelaversa, aksiya bahada bugun 4-foizi aksiya avtomat korobka Onyx qo'yib berjakmiz. Va undan tashqari bu tarafda yana bir 2024-yil Onyx'imiz keldi. Xudo xolasa, buni ham sizlar uchun obzorni qo'yib beramiz. Xo'sh, sizlardan video obzorimizni boshlashdan iltimos so'rab qolgan narsamiz, videomuza like bosib, iloji boricha maksimallik tarqatinglar, sababi izlab yurgan insonlar ko'p bu narsani. Sababi mashinani sizlarga Onyx avtomat korobka mashinani mexanik korobka Onyxdan bahasida qo'yib berjakmiz. Esa obzorimizni boshlaymiz. Mashina 2023-yilda ishlab chiqarilgan, oq rangda, kraskalari 100% rodnoy va 4 dona zo'rna yumshoq bo'lib ustunovka qilingan. Sakadiskalarida o'zini zavodskoy, beskluchoy dostuplari bo'ladi mashinamizda. Salonlar ham zo'r holatda turibdi. Obshivkalar ham top-toza, tena poyit tozalgan, sidinlar ham top-toza, ideal holatda. Avtomat korobka, LCD'lari qizadi, keyin besprodni zaryadchiklari bu, displeylar katta variantda ishlab chiqarilgan. 100% rodnoy. Bemalol ko'rib, tekshirib, qaytatib asosda bo'ladi. Va bu mashinamizni kredit asosida olaman desangizlar, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlariga mijozlarimiz uchun boshlang'ich to'lovidan bank to'lovi 13 million so'm, oylik to'lovi 5 yil muddatda chiqadi 3,5 million so'mdan. Va barter va sizlarga necha variant ma'qul keladigan bo'lsa, xullas shu variant asosida mashinamizni taklif bersak bo'ladi. O'zining naqd pul bahosini esa 128 million so'm baholaymiz. Ustidan naqd ishtir sanaman desangizlar, ozgina xayridan qaytib bersak bo'ladi. Pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Qiziquvchilar bemalol kelib, ko'rib savdosini qilib asoslar bo'ladi. Izlab yurganlar uchun narxi zo'r narxda. Bilasizlar, hozirgi kunda mexanik korobka Onyxdan narxini shundan kamroq qo'yib o'tirganlari yo'q. Bemalol qiziquvchilar Avtosiyal salonimizga kelarasiz. Hamma kutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar.